Men Terekzor mahallasidanman. Hozirgi Agrobank, Guliston tumani Agrobank filialidan 50 million so'm kredit mablag'larini ajratib olgandik. Hozirgi mana shu ko'rib turgan mollaringizda o'sha mablag'lar evaziga mollarni olib kelib yetishtirdik. Ularning onalari hozir dalada bo'lganligi sababli buzoqlarni ko'rib turibsizlar. Bulardan hozir ikkitasidan sut mahsulotlarini olamiz, sut, qatiq, ulardan daromad ko'ramiz. Undan tashqari mana shu ko'rgan foydamiz evaziga jo'jalarni ham yetishtiryapmiz. Hozir 12 ta jo'ja katta qilyapman. Bank xodimlariga rahmat. Kelgusi yillarda mana shu chorvalar orqali mablag' daromadimizni, ko'rayotganlarimizni ko'paytirib, ya'ni 80-90 millionga chiqarmoqchimiz. Xudo xohlasa, shu orqali o'zimizni va xalqni ta'minlash niyatimiz bor. Mana hozir ko'rgan daromadimiz mana katta bo'lib qoldi. Shu jo'jalarimiz ham 12 ta bitta hozir bahorga Xudo xohlasa tuxumga kiradi. Nasib bo'lsa, ularni ham yetishtirib, xalqqa yetkazib berishga harakat qilamiz ko'proq. Bu yoqda hozir bu yoqda tovuqlarimiz, xo'roz bor. Nasib bo'lsa, ularni ham ko'paytirib bahorgacha ko'proq tuxum yetishtirishga harakat qilamiz.